Bugungi videomizda sizga 3 kun ichida yuzingizdagi turli xil chandiqlar va husnbuzarlardan xalos qiladigan yashil pasta tayyorlash va uni qo'llash haqida ma'lumot berib o'tamiz. Siz ko'rib turgan bu suratda mashhur aktrisaning yashil pasta qo'llashidan oldingi va muolajadan keyingi yuzining surati tasvirlangan. Hammamiz odatda yuzimizning tiniq va tetik bo'lishini istaymiz. Terimizning mukammal tiniq ko'rinishi esa o'z navbatida bizning tashqi ko'rinishimizning yanada jozibador bo'lishiga sabab bo'ladi. Yuzimizdagi har xil chandiqlar bo'lishi yoki husnbuzarlarning toshishi esa bizning kayfiyatimizning buzilishiga olib keladi. Husnbuzarlar nafaqat o'smirlik yoshida bezovta qiladi, balki undan keyin ham o'zdan qoldiradigan chandiqlar bilan bir umrga dilimizni xira qiladi. Hozir sizga havola qilmoqchi bo'lgan ajoyib retseptimiz esa sizni husnbuzarlardan xalos qilibgina qolmay, ulardan paydo bo'ladigan chandiqlarni ham butkul yo'q qiladi. Bu pastamizni tayyorlashga bizga har birimizning uyimizda topiladigan yashil salat bargidan 2 dona, 1 choy qoshiq iste'mol soda, 300 ml suv, 2 choy qoshiq asal kerak bo'ladi. 2 dona salat bargini olib yaxshilab yuvib, maydalab temir choynakka solinadi va ustidan suv qo'yib, past olovda 1 soatga yaqin qaynatiladi. Qaynatmani olovdan olib sovitiladi. Ichidagi barglarning qattiq qismlari olib tashlanadi. Undan keyin asal va iste'mol sodasi solib aralashtirib muzlatgichga qo'yiladi. Tayyor qorishmani yotishdan oldin tozalangan yuzga paxtali disk yordamida surtiladi va ertalab yuzingizni iliq suvda yuvib tashlanadi. Qorishmadan 3 kun ichida ketma-ket foydalansangiz, yuzingizdagi husnbuzar va chandiqlardan butkul xalos bo'lasiz. Bundan tashqari yashil salat bargi bu yuzingizning sog'lig'ini tiklashda juda katta yordam berib, terimizni A, B, C, K vitaminlar bilan boyitadi. Asal esa temir moddasi, kalsiy, magniy, minerallar bilan yuzimizni oziqlantiradi. Bu niqobni muntazam ravishda qo'llashingiz ham mumkin. Buning natijasida teringiz doimiy ravishda silliq, yosh ko'rinadi.